Yana bitta boshqacha xonadonga kelganmiz. Hamma 2 xona kvartirani 3 xona qilsa, 3 xonani 4 xona qilsa, akamlar bu uyni 4 xonani 3 xona qilib qo'yibdilar. Chilonzor tumani 23-dahasida joylashgan, yaponskiy planirovkada qurilgan domimiz Shirin chorrahasidan shundoq kirganimizda joylashgan. 94 kvadrat kiraverishidan boshlab video obzorini qilamiz. Xonadonimizga asosiy kiraverish eshigimiz, kirdi, domofonimiz o'rnatilgan, ro'paramizda bo'lsa встроенный shkafimiz qilingan, chap tarafimizda oynali burchak va kirib kelishimiz bilan bizani mana shunaqa studiyniy zal, oshxona, xollimiz kutib oladi. Bir yon taraf divanli zona qilingan. Ko'rayotganingizdek, bu yon tarafimizda bo'lsa stol zona va kirganimizda chap qo'limizda bo'lsa oshxonamizni zonasi qilingan. Remont minimalizm aka, sizga shunaqa stil yoqardi-yu, to'g'rimi? Kelib bu uyimizni bitta ko'rishingiz kerak. Oynalarimiz devor tarafga qaragan va bu yerda bizani birinchi xonamiz bolalar uchun mo'ljallangan yotoqxonamiz. Ko'rayotganingizdek, hamma mebellari akkuratni, juda chiroyli qilib qo'yilgan. Xonadonimizga shundoq kirdik. O'ng qo'limizga keladigan bo'lsak, razdelniy sanuzyulimiz joylashgan. Bu sanuzyul, bu yoq tarafda o'zini vannasi va ro'paramizda bo'lsa, yana bitta bolalar uchun mo'ljallangan yotoqxona. Balkonga chiqish eshigi qoldirib ketilgan. Keyin bo'lsa, shundoq yonimizda kattalar uchun mo'ljallangan yotoqxonamiz. Shunda o'zi proyekt bo'yicha bu xonadonimiz 94 kvadrat, 4 ta xona bo'lishi kerak bo'lgan. Okamlar mana shunaqa 3 xonaga bo'lib qo'yibdilar. Qanaqa chiqqan? Menimcha, meni fikrim bo'yicha juda yaxshi. Studiya bo'lgani format har doim xonani juda keng qilib ko'rsatadi. Studiyniy qilib, agar navoda remont qilayotgan bo'lsangiz-chi, aka, studiyniy qilavering. Mana shunaqa vidini qarang, вообще keng, katta пространство bo'lib turibdi. Tashqari tarafidan ham hozir devoridan bitta ko'rsatib o'taman. Oldingi domlar qurilgan paytda rosa texnika bezopasnostligi ahamiyat berishgandek, har bitta domimiz bir-biridan uzoq qilingan. Detka, plashatka, parkovочный zonalari ham katta, xullas, joyi bemalol qilib qoldirishgan. Hozirgi domlar bo'lsa, shundoq yonida qurib tashlashyapti. Mana shu domimiz yaponskiy dom deb aytilar ekan. Ya'ni endi ko'pchilik o'zi domlarni uncha yaxshi tushunmayman. Bunaqa ko'p qavatli domlarni bitta detsang o'zi tushunadigan odam biladi deb aytdilar ekanlar. Bu joyimiz sotuvda, joyi egalarining telefon raqamlari bo'lsa, videoni описаниесida.